Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Qorningiz ham ochib ketgandir. Osh tayyor. Tezroq uzoq qolgin. Boshim aylanib ketyapti. Siz bo'lmasam yerto'ladan tuzlamani olib chiqing. Men ungacha ovqatni suzib turaman. Aka, sizga nima bo'ldi? Akajon, qo'rqitmang meni. Nima bo'ldi sizga? Yaqinlashmang. Meni qo'rqitmang akajon. Nima bo'ldi? Yaqinlashmang. Yaqinlashmang. Akajon, nima bo'ldi sizga? Iltimos, akajon, yaqinlashmang. Qo'rqitmang meni, akajon, iltimos. Iltimos, akajon. Iltimos. Iltimos, akajon, qo'rqitmang meni. Iltimos. Akajon. 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 Xayriyat, tushum ekan. Oling için. Ana endi o'zingizni qo'lga olib bir boshdan gapiring. Akam 1 yildan beri daraksiz yo'q. Uni oxirgi marta bultur hayitda ko'rgandim. O'shanda uning ko'zlari ko'kargan, yuzlari shilingan edi. Aka, nima bo'ldi? Yana ota-bola urushib qoldingizmi deb so'rasam, ishing bo'lmasin. O'zimiz hal qilamiz. Aralashma deb jerkib berdi. Shundan so'ng uni boshqa ko'rmadim. Qayerga ketgani yoki vafot etganini bilmayapman. Ammo tushlarimga kirib, yerto'laga o'xshagan joyda qon bir ahvolda qutqarishimni so'raydi. Boshqa tushimda masjidda akam va onam tobutlarni orqasidan otam pichoq ko'targancha seni ham o'ldiraman deya menga tahdid qildi. Nega bunday tushlar ko'ryapman bilmayman-u, ammo bekorga emas shekilli. Voy, o'ynanib ketayman asal qizimdan. Meni ko'rgani keldingmi? Voy, go'zalimizim, o'tir qani. Qani? Qani ilohi amin. Qo'shganing bilan qo'sha qara. Amin, Allohu akbar. Bormisan qizim? Bu seni ham ko'radigan kun ham bor ekan-ku? Lada, yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Nima ham ish qilib charchayman? Faqat zerikib charchayman. Sen ham tez-tez kelib tursang yaxshi bo'lardi. Bu uy bir o'zimni yutib yuboray deydi. Dadajon, uyda keldi-ketdilar ko'p. Hech vaqtim bo'lmayapti. Bugun bir amallab keldim. Yaxshimisan qizim, yaxshi. Kelganingga juda ham xursand bo'ldim. Dada, ana kuni qo'shnimiz Murod amakini ko'rib qoldim. Siz haqingizda gap ochib qoldi. Qizim, yolg'izlik biz bandalarga yarashmaydi. Otangga bir hamroh kerak. Akangning yurishi bunday bo'lsa, seni o'z uy-joying bor. Dadangni uylantirish kerak dedi. Shunga nima deysiz? Qizim, shuni aytmoqchi bo'lib yurgandim. Bir ayol bilan tanishib qoldim. Birinchi turmushidan bo'yi yetgan qizi bor ekan. O'zi viloyatdan ekan.
turmush o'rtog'i erta vafot etgan ekan. O'zi esa bu yerga ishga kelgan ekan. Qiz bilan ham, ayol bilan ham gaplashdim. Turmush qurishga rozi. Men esa sizlarga qanday aytishni bilmay yurgandim. Sen nima deysan? Akang nima deb o'ylaydi deb yurgandim. Voy dadajon. Ha, sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, men ham roziman. Bilardim shunaqa deyishingni. Uyda dadamning ahvolini ko'rib, juda ham achinib ketdim. Nega ota-ona farzandini yemay yedirib, kiymay kiydirib katta qiladi? Hamma sharoitni yaratib beradi. Lekin farzand ota-onasi uchun sharoit yaratib bera olmaydi. Vaqti kelganda otasiga yoki onasiga qarshi chiqadi. Akam ham Guldek turmushini buzib, dadamni ham tinchini buzdi. Men aytganini qildirib, dadamni o'sha ayolga uylantirdim. O'sha kundan boshlab dadamni og'ir kunlari boshlandi. Ha, dada. Sizda o'zi insof bormi? Shuncha yil yashagan xotiningizni ertaga ko'ziga qanday qaraysiz qiyomatda? O'chir og'zingni. Og'zim bor deb hamma narsani gapirarmagin. Qiyomat haqida sen gapirma. 10 kunlab, 1 oylab yo'q bo'lib ketasan. Otang bechora seni qayerdan izlashini bilmay, seni ko'chada kutish bilan kun o'tadi. Sen qiyomat haqida gapirasan? Agar sen shunchalik otangni o'ylaganingda, xotiningni uydan olib kelgan bo'larding. Otangni uylantirish, mana shu ayolni mana shu yerga olib kelish men bilan singlingdan chiqdi. Yaxshi singling bizni tushundi. Baraka topsin. Sen niyatingga yeta olmaysan. Dada, siz o'ylamasdan ish qildingiz. Murod akani qizingizning niyati yomon. Men yo'qligimdan foydalanib, bu ayolni topishgan. Kerak bo'lsa, bu ayolni pulga yo'llashgan. Keyin sizni bir yo'qlik qilishib, uy joyini qo'lga kiritib, meni ko'chada qoldirishmoqchi bo'lishgan. Sen niyatingga yeta olmaysan. Hoy bola, hey bola, o'zingni bos. Hoy bola. Dada, siz meni urdingiz-da. Menda shu ayol afzal bo'ldi. Siz ham, mana bu megachini ham, qizingiz ham yorug' kun ko'rmaydi. Ko'zidan yosh emas, qon tomadi. Meni javobimni bering iltimos. Men sizga o'shanda aytgandim. O'g'lingiz meni qabul qilmaydi degandim. Endi nima bo'ladi? Men bunday kun ko'raman deb kelmagandim. Malika singlim, shaytonga hay bering. Endi shunday bo'lib qoldi. Boshqa bunday bo'lmaydi. Kim kafolat beradi? Bunday bo'lmasligiga ayting, qani kim kafolat beradi? Men kafolat beraman. Ha, men kafolat beraman. Iltimos ketmang. Siz kelgan kuningizdan boshlab ichim yorishdi. Uy joyim to'ldi. Endi xotirjam bo'ldim deganimda meni tashlab ketasizmi? Bo'ldi, yig'lamang. Endi siz hech kimga tashlab ketmayman. Endi siz hech kimga xafa ham qildirmayman. Hozir. Voy, aka, assalomu alaykum. Sen hali ano mekachin Murod aka bilan til biriktirib otamni uylantirdilaring. Endi navbat mengami? Hiylalaring meni ko'chaga haydab chiqarishmi? Nega unday deysiz? Unday niyatimiz yo'q axir. Dadam yolg'iz bo'lsa, dadamga hamroh kerak. Siz uyda bir kun bo'lasiz, bir oy yo'q bo'lib ketasiz. Qayerda yurganingiz, nima qilayotganingizni hech kim bilmaydi. Men o'lganmidim? Bir og'iz meni yonimda o'tsalaring bo'lardi-ku. Qisqasi, senga aytib qo'yay. Sen hali otamni ogohlantirib qo'y. Senga ham, otamga ham
ana Omegajinga ham kun bermayman. Ilon dumini bosib qo'ydilaring. O'sha kundan beri meni ham, dadamni ham tinchi buzildi. Akam qizlik uyimga borib, dadam bilan janjallashdi. Shunisi yetmagandek, meni uyimda ham janjal ko'tardi. Demak, akangiz bilan dadangiz munosabatlari yaxshi bo'lmagan. Ha. Akam ichi bo'lgan paytlari menga qo'ng'iroq qilib, "Nigor, sen erga tegib qutulding. Men esa tutildim. Bo'larim bo'lyapti bu yerda." Men undan, "Nimaga bunday deyapsiz aka?" deb so'rasam, "Biz dadamga kerak emasmiz" deb javob berardi. Qani menga ayting, Sinem. Akangiz spirtli ichimlik iste'mol qilib turarmidi? Akam ko'p ichganlari bilan birovga ozor bermasdilar. Ularning o'rtasida qanday kelishmovchilik bor edi? Akam dadamni ikkinchi bor uylanishiga qarshi edi. Kelishmovchiliklar shundan kelib chiqardi. Bir safar dadam menga akamni na o'zini o'ylaydi, na meni o'ylaydi derdi. Ular quritaman degandi. Sinem, akangiz yo'qolgandan keyin otangiz o'zini qanday tutdi? Dadamdan akam qani deb so'rasam, Rossiyaning bir viloyatiga ishlagani ketgan degandilar. Yaqinda uyga borganimda yana akamni so'radim. Akamdan darak bormi? Qizim, senga aytdim-ku. Akang ishlagani ketdi. O'zim ham hayron qoldim. Uyga kelsam yo'q ekan. Uy kalti bilan xat tashab ketibdi. Xat? Qani o'sha xat? Uni nima qilardim? Yo'q bordim. Telefonchi? Nima qilasan? Rossiya raqamidan qilgan. Unday bo'lsa, o'sha telefon raqamini bering. Raqami yo'q. Telefonim suvga tushib ketdi. Bitta akaning raqami bo'lsa ham mayli edi. Hamma raqamlar o'chib ketdi. Bo'ldi. Hadeb savol bermagan. Dadamni o'zini tutishlari, boz ustiga ko'rayotgan tushlarim. Ehtimol men adashayotgandirman. O'ylayotganlarim xato bo'lib chiqsin iloyim. Sinem, akangiz Rossiyaga ketmagan. Agar aylanma yo'l bilan chiqib ketmagan bo'lsa. Nima? Siz buni qayerdan bilasiz? Sinem, bilamiz-da. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Chaqirtirgan ekansiz? Ha, chaqirtirdim. Mahmud aka. Kecha o'g'lim ishlash uchun Rossiyaga ketgan degandingiz. Ha, shunday. Mana bu unday bo'lsa, bu o'g'lingiz pasportimi? Bu pasportni qo'shningiz Ibrohimdan oldim. Mahmud aka, o'g'lingiz pasportsiz qanday Rossiyaga ketdi? Ibrohimdan $100 qarz olgandim. Garov sifatida o'g'limning pasportini olgan. Lekin nimagadir
pasport kerak bo'lib qolib, o'g'limning pasportini berib, o'zimning pasportimni qaytarib olgandim. Aldamayapman? Kecha hammasini aytdim. Bilasizmi? Chegara postlaridan hamma ma'lumotlarni oldim. O'g'lingiz chetga umuman chiqmagan. Endi bizni chalg'itmasdan u borish bo'lgan joyini aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Agar Rossiyaga ketmagan bo'lsa, shu atrofda bironta viloyatda ishlab yurgandir-da. Sinem. Bizni ham otangizdan gumonimiz bor. Shuning uchun otangizni chaqirtirib so'roq qilganmiz. Umuman olganda bu holatda har kimdan shubhalanishimiz mumkin. Hattoki sizdan ham. Hozir siz bilan otangiz uyini tekshirgani boramiz. Mahmud aka, o'g'lingiz Mirkomil ish yuzasidan xonadoningiz ko'zdan kechirishimiz kerak. Dildora, siz qo'ni qo'shnilarni xolis guvoh sifatida yordam berasiz. Xolis guvoh sifatida tekshiruvda ishtirok etishadi. 3-4 ta qo'shnilarni chaqirib chiqsangiz bo'ladi. Xo'pmi? Bora qoling. Xo'p bo'ladi. Endi xizmatchilik. Uyingizni tintuv qilamiz. Rozimisiz? Roziman. Qani? Kelinglar. Kiringlar. Qani kiringlar-chi? Shu atrof hammasini qarab, ko'zdan kechiringlar. O'rtoq prokuror, hech narsa topilmadi. Ha, yaxshi. Bo'lmasam, sizlarga ruxsat bor bo'ladi. Bu tushga nimalar kirmaydi? Agar qotilliklar tushda topilganda 24 soat uxlashga ham rozi edim. Uzr, sizni ham bezovta qilib qo'ydim. Yaxshi qolinglar. Dada, sezib turibman, mendan qattiq ranjigansiz. O'zim ham qilgan ishimdan uyalib ketyapman. Meni kechiring, dada. Sizdan noo'rin shubhalanibman. Kechiring meni, dada. Akam tushlarimga kiraverganidan nima qilayotganimni o'zim ham bilmay qoldim. Lekin nima bo'lganda ham sizdan gumon qilmasligim kerak edi. Meni kechiring, dada. Qizim. Men ham akangdan tashvishdaman. Meni ham ichganimda yeganimda halovat yo'q. Akangni yo'llarga ko'z tikib charchadim. Telefonam jiringlasa, birinchi bo'lib xayolimga akang kiradi. Men hammadoyi tamom bo'ldim, qizim. Kechiring, dada. Qilgan ishimdan afsusdaman.
Hech his yo'q. Azbaroyi akangdan tashvishlanganingdan shunday qilgansan. Tushunib turibman. Sendan xafa emasman. Unda siz kiravering, dam oling. Men ovqat boshlayman. Birgalashib ovqatlanamiz. Xo'p. Onasi, mollarning ovqatini berdingmi? Senlarga ishonsam, mol ochidan harom bo'ladi. Senlarga ishongan kunim qursin. Nima? Bu nima deganingiz? Xo'p, hozir boraman. Xo'p. To'xtay qol. Mahmud aka. Ekspertiza xulosalariga ko'ra jasad Mirkomilov Yusufga tegishli. Ya'ni siz o'g'lingizga. Yana oydinlik kiritish maqsadida qizingizni ham chaqirtirdik. Endi qizingiz kelgandan keyin yanada ham oydinlik kiritib olamiz. Tinchlikmi, dada? Akam topildilarmi, amaki? Sinem. Bir narsani aniqlashtirishga yordaming kerak. Qani men bilan yuringchi. Dada. Assalomu alaykum. Keling, va alaykum assalom. Dadam qanli? Dadingiz og'aylar bilan choyxonaga chiqib ketgandilar. Hali zamon kelib qolsalar kerak. Ha, shunaqami? To'xta. Uyda hech kim yo'qligida Megajonni bir yo'qlik qilsam-mikan, ha? O'ldirib qamalishni xohlamayman. Opa. Mazam bo'lmayapti. Menimcha Yo'q, istimam chiqyapti shekilli. yo'q, Mana qani? ko'ring. Qo'rqitmang unaqa. Yo'q, sig'iz yo'q. Issig'im bor. Yo'q. Voy, kim bor? Yordam bering, kim bor? Mirkomil!
Mahmud aka, murdani yerto'laga ko'mgan ekansiz. Qachon ko'chirishga ulgurdingiz? Oradan bir oycha o'tib yerto'ladan badbo'y hid tarala boshladi. Do'kondan qum bilan sement olib kelib 5-6 santimetr qalinlikda suvadim. So'ngra 2 sutka elektr pechkada quritdim. Yerto'lada badbo'y hid chiqmasin deb quyon boqishni boshladim. Shu bilan hammasi tugadi deb o'ylagandim. Ammo qizimning shubhalari, siz chaqirib o'g'limning pasportini ko'rsatganingizdan keyin izlarni yo'qotishga kirishdim. Oldingizdan chiqib, to'g'ri uyga keldim. Ko'nglim sezgan ekan. Uyimga kelib tekshirdinglar. Ketganingizdan keyin jasadni ko'p marta boshqa joyga ko'chirishga harakat qildim. Ammo ko'chada birov ko'rib qolishdan qo'rqib, Murodni molxonasini tomiga yashirib qo'ygandim. Qilgan ishimdan juda ham afsusdaman. Men ataylab o'ldirmadim. O'sha kuni yaxshi ko'rgan ayolimni himoya qilish uchun o'g'limga noto'g'ri tarsaki bervorman. O'sha kuni bilmasdan johillik qilib qo'ydim. O'z qo'llarim bilan o'z farzandimni nobud qilib qo'ydim. O'z bolasini qotili degan nomni oldim. Ha, Mahmud aka. Qing'ir ishni qilig'i 40 yilda ham chiqadi.
Jinoyat jazosiz qolmaydi. Jinoyatga jazo muqarrar. Sizni tashqarida mashina kutyapti. Qani, ketdik. Har gapni o'ylab gapir, o'zingga qilma jabr. To'rt devor ichidagi sir uydan chetga chiqmasin. Vijdon tinch qo'ymasa ham, farzandlar to'ymasa ham, uyda non bo'lmasa ham, uydan chetga chiqmasin. Bilib bilmay qilsang xato, o'z umringga qilma jafo. Ishonma do'stingga ham, hatto uydan chetga chiqmasin. Bilib bilmay qilsang xato, o'z umringga qilma jafo. Ishonma do'stingga ham, hatto uydan chetga chiqmasin. O'zingga qazma qabr, ozgina qilgin sabr. To'rt devor ichidagi sir uydan chetga chiqmasin. O'zingga qazma qabr, ozgina qilgin sabr. To'rt devor ichidagi sir uydan chetga chiqmasin. Ham qiladi xato, ushoq bo'lsin xoh gado. Hech kimga bildirma aslo, uydan chetga chiqmasin. O'zingga qazma qabr, ozgina qilgin sabr. To'rt devor ichidagi sir uydan chetga chiqmasin. O'zingga qazma qabr, ozgina qilgin sabr. To'rt devor ichidagi sir uydan chetga chiqmasin.